ingalyator, sigaret ko'rinishidagi mahsulot. Bu hech qanday sigaret emas, tamaki mahsuloti ham emas. Bu giyohlardan tayyorlangan mahsulot. Qanaqa giyohlardan deb savol berishingiz mumkin. Men sizga hozir qanaqa giyohlar qo'shilganini tarkibini aytaman. Mana shu mahsulotning o'z orqasida yozilgan. Birinchi o'rinda qalampir munchoq qo'shilgan ekan, sedana, sidir, sano, kundur, buxur o'simliklari barchasi aralashgan holda mana shu mahsulot tayyorlanadi va sigaret ko'rinishida tayyorlanib ingalyator sifatida foydalansangiz bo'ladi. Sigaret chekadigan insonlarga birinchi o'rinda juda ham katta foydasi bor. Xumorni bosib beradi, sigaret tashlashda yordam beradi. Biz sigaret chekishga qarshimiz. Iloji boricha qo'limizdan kelgancha hozirgi kunda chekadigan insonlarni kamaytirishga harakat etamiz. Xudo xohlasa mana shu mahsulotni olganingizdan keyin sigaret chekishdan tashqari boshqa organizmingizga ham foydalari juda ham ko'proq. Men hozir nimalarga foydalilarini men sizga aytaman. Tomoq og'rig'ida, astmasi bor odamlarga foyda beradi. Burun bitishda burunni ochib beradi. Bronx yo'llarini ham ochib beradi. Balg'am ko'chishda yordam beradi. Ayniqsa shamollagan bo'lsangiz, balg'amlarni shuni surib chiqarib beradi. Nafas yo'llarini ochib beradi. Chekishda tashlashda, ayniqsa chekadigan odamlarimiz, sigaret ko'p chekadigan odamlar mana shuni chekkanda 9 soatgacha xumorni bosib beradi. Qondagi qand miqdorini tushishda yordam beradi. O'sha sahari bor odamlarga berilsa, ana o'sha paytda saharni pasaytirib beradi. Buni ayniqsa sigaret ko'proq chekadigan odamlar orasida zo'r. Hech kim bilan kasal bo'lmasin, barchamiz sog' bo'laylik va iloji boricha chekishni tashlashda maslahat beraman. Men sizlarga hozir bu mahsulotni qanday foydalanishni, qanday ingalyator sifatida foydalanishni ko'rsatib beraman. Mana shu mahsulot ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rdinglar. Xuddi shu mahsulotni ingalyator sifatida yoqasiz, mana bu yerda yoqasiz va mana ko'rdingiz? Yondi. Va mana shuni xuddi sigareta chekkandek, lekin sigaretga biz tarjima qilayotganimiz yo'q, bu ingalyator. Mana ko'rdingiz? Uyda yoqib qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, tutab, isiriq tutagandek barcha xonadonlarda xonadoningizni tutun bilan egallab foydasi bor mana. Hidlashingiz mumkin. Sizdan savol bo'lishi mumkin, tutunda yutsa zararim yo'qmi? Yo'q, bunda barcha giyohlar qo'shilgan. Bu tutun orqali siz organizmingizni tozalaysiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, biz bilan aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga mana shu mahsulotdan yuborib beramiz. Iloji boricha sigaretani chekishni tashlanglar, sog'lig'inglarni asranglar, ingalyatordan foydalangan holda o'zingizlarni davolanglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.